Türkiye Oliy sud mahkamasining 3-chi Jinoiy ishlar idorasi Turkiyada harbiy va siyosiy josuslik bilan shug'ullangan Xitoy istixborot idorasining yo'l yo'riqiga asosan Sharq Turkistondan qochib chiqib Turkiyada panohlangan Sharq Turkistonliklar haqidagi uchurlarni to'plagan va bu uchurlarni Xitoy istixborot xodimlariga yetkazgan josuslarning jazosini tasdiqlagan. İstanbul 24-ci Ağır Jinoiy ishlar sudi javobgar Rozipan Abdüzdiyar va Changchinning siyosiy va harbiy josuslik qilish jinoyatiga 12 yil 6 oylik qamoq jazosi bergan. Javobgar Ben Zongwei, Ben Yiji va Yusuf Tona qatorliq 3 kishiga siyosiy yoki harbiy josuslik qilmishlariga yordam berish jinoyati bilan 6 yil 3 oylik qamoq jazosi berib, huquqidan mahrum qilganligini qaror qilgan. Sud mahkamasining qarorida javobgarlar Turkiyada yashayotgan ziyonkashlik uchirg'uvchilarni hujum nishoni qilganligi, bu kishilar orqali davlatning ichki va tashqi manfaatiga xavf yetkazgan. Qonun tartibidan qo'g'diladigan ziyonkashlik uchirg'uvchilarning maxfiy uchurlarini maxfiy xodimlar orqali qo'lga keltirganligi, bu uchurlarni to'plab Xitoyga yetkazib berish harakati orqali iqtisodiy unumga erishganligi bayon qilingan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak salmoqi va ko'lamini texmi kuchaytgan bo'lib, yaqinqi 3 oy ichida 412 ming odamni majburiy emgak o'rinlariga evatgan. Atalmış Şinjan Adam Kuchi Boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati organ torining 23 fevraldagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy hukumati o'tgan yil qishdan boshlab atalmış yezi emgak kuchini ishga o'rnatishtirish va nomrodlikdan qutuldirish nomida korxonalar bilan hamkorlashib, yezi emgak kuchlarini planliq o'rnashtirgan bo'lib, 2023 yil 12 oydan 2024 yil 2 oyning 22 kunigacha bo'lgan 3 oy ichida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida jami 412 odam qatim atalmış kasbiy mahorat mashqiga tashkillaganligini da'vo qilgan. Amerika Savdo vakili Katerin Tai 23 fevral Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan buyon xalqaro savdo sistemasi va qoidalarga amal qilish jarayonidagi baholash dokladini e'lon qildi. Xitoy savdo ministrligining bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning ko'p tarafli savdo sistemasini qo'llanganligi va Dunyo savdo tashkilotiga bergan va'dasini amalga oshirganligi bayon qilingan, ammo Washington hukumati garchi qoidaga amal qilmagan bo'lsa-mu, mas'uliyatni boshqalarga yuklagan deyilgan. Egilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yo'lovchilar aeroplani haftasiga 70 dan 100 ga ko'paytirilgan. Xitoy Xalq aviatsiya idorasi CIIC e'lon qilgan bayonotida Amerika aviatsiya shirkatlarining Xitoyga uchadigan aeroplanlarining sonining 31 martda haftada 35 dan 50 ga ko'payganligi e'lon qilindi. Bu uchur Amerika qatnash ministrligi 26 fevral Xitoy aviatsiya shirkatining o'xshash kundan boshlab uchadigan aeroplan sonini ko'paytirganligini e'lon qilgandan keyin oshkorlandi. Buning bilan ikki davlat orasidagi yo'lovchilar aeroplanining soni haftasiga 70 dan 100 ga ko'paydi. Xitoy Yangi Zelandiyani Amerika, Angliya va Avstraliya o'rtasidagi bexatarlik shartnomasi bo'lgan AUKUSning yangi mudofaa hamkorligiga qatnashmaslik haqida ogohlantirdi. Xitoy Davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Jang Shaoguan bu vaqtdagi bayonotida AUKUSning yadro qurollarining kengayib ketishining oldini olishga buzg'unchilik qiladiganligi va qurol-yarog' raqobatini qo'g'diganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika bilan Angliya o'rtasida texnika yutkash orqali Avstraliyaning yadro energiyalik suvosti paraxoti yasashni maqsad qilgan AUKUS kelishimi 2021 yil 16 sentabr imzolangan edi. Qozog'iston hukumatining vaqt hisoblash tartibi to'g'risidagi qaroridan keyin 1 mart juma kuni yarim kechadan boshlab davlat bo'yicha birla vaqt rayoniga o'zgardi. Qozog'istonning o'lchamlik vaqti 1 soat keyinga qaytarildi. İsrailiya kuchlarining chorshanba kuni kechda G'azza rayonining shimolida o'ch ilish uchun uchra tutirayotgan kishilarga qilgan hujumda hozirgacha 100 dan ortiq falastinlik shahid bo'ldi. Taxminan 800 falastinlik yaralandi.